Hammayizlarimiz sizlar bilan Qobil Rab. Qobil sizlar bilan bugun darsligimiz bizda GPT'de texnik provyasizmi? Biz matematika o'rganamiz. Salom, meni matematikaga Albatta hazilida videodan birpasda chiqib ketmaydi. Sizlar please videoni davom ettiramiz. Birinchi bu bizlarga albatta ChatGPT kerak bo'ladi, qisqachasi AI. Ya'ni mana sizlarga yozaman, to'g'ri yozsanglar to'g'ri tushunib prompt yozib bera oladi. Muhimi u yashab berishda emas, muhimi sizlar nima qila olishinglar va sizlarni ideyalar yaxshi bo'lsa, natijani kutaversanglar ham bo'ladi. Misol uchun men 7 yildan beri shu preview sohasida ishlayman. GPT AI bilan ishlayotgan yilim 2 yil tajriba bor, ya'ni hozir men bitta mashhur bo'lgan Minecrafter qizga yashab beryapman. To'g'ri, bu yerda hozir xato ketgan, ya'ni u zakaz bergan odam oq formada emas, ko'k formada bo'lishi kerak degan. Men o'shani ham to'g'rilaganman. Videoni oxirigacha ham ko'rasizlar, natijani ko'rasizlar. Hozirdan ko'rsatib qo'ymayman, preview tayyor. Ko'rsatib qo'ydim, shuni ko'rsatib chiqarasizlar. Shuning uchun zerikalik bo'lmasligi uchun o'ziga qo'yib qo'yaman-da. Sizlar sekin ko'rib o'rganib olsanglar bo'ladi. Agar tushunmasanglar, men Telegram kanalim bor. Kanalimda sizlarga hechga bor, shunga yozib qo'ysanglar, men uni ikkita yontarini chiqarib qo'yaman. Hech kimni qiynalmasligini uchun. Ya'ni yana 11 minutaga yaqin dasturdan ko'proq bo'lgan ishlarni qilganman. Mana hozir ko'p gapirmayman, videoni ko'rasizlar o'zingiz. Spokойный. Tayyor bo'lganda ko'rsatgandan so'ra video cho'zilib ketsa ham bir balo, qisqa bo'lib qolsa ham bir balo, jalvat. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, albatta sifatli bo'ladi deb kafolat beraman.
va nihoyat o'sha kutilgan zamon keldi. Ya'ni ancha-muncha urinishdan keyin emas, bir ikkita urinishdan keyin ana esa so'ragan horoskop qo'zoq он tarafdagi он chap tarafda parazit vachchada orqafunan attosto premium fondsa bo'ladi. Birinchilar va nihoyat o'sha priyuning yakuniy ko'rinishi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli va arzon priyu kerak bo'lsa, albatta bilasizlar kimga yozishdi. Bu mana telegramdan desam bo'ladi. Shunga yozsanglar chiqib beraman, albatta ko'p odamlar ishiga navbat. Yana o'sha aytganimdek 12 mingtaga yaqin priyu yashaganman 7 yil davomida ichida.